Bugun yana men O'zbek o'g'loni Sharipov Saydolimxon sizlarga O'zdevo zavodini to'ng'ich avtomobili bo'lmish. O'sha ola ko'z boy qora ko'z boy Damas sharhini namoyish qilamiz. Nimaga bugungi bizning sharhimizda biz aynan eski Damasni olib keldik? Chunki 30 yil orqada qolgan bo'lsa-da, bu texnik mo'jiza hanuz harakatda. Mehnatkash vatandoshlarimiz kabi bu Damas ham hozirgi kunda butun boshli oilani boqib kelmoqda. Uzoqdan qolipli nonni eslatib turadigan avtomobil rostdan ham yillar mobaynida millatni nomlam ta'minlab kelgan. Bundan tashqari Damasning universalligi juda lol qoldiradi. Bozor oldida Damaslar hamisha yordamga shay, shahararo yo'llarda yo'lovchilarni tashigan. Hozir esa dostavka tizimida tinmay xizmatda. Hattoki hozirgi kunlarda ushbu Damaslar tez yordam tizimida ham faoliyat olib boradi. Bu Damasning o'zgachaligi bir juft dumaloq faralaridadir. Bundan tashqari dumaloq faralar qora plastik ko'zoynak bilan bezalgan. Eski Damaslarda oldida qora bamper bo'lsa-da, yangi Damaslarda u o'z ishmagan shakli bilan ajralib turgan. Yana bir ajralib turadigan detal bu ushbu chiroqlardir. Bu yerda burilish chiroqlari bilan kunduzgi yoritish chiroqlari joylashgan. Markaziy qulf tizimi bo'lmaganligi uchun Damaslarda ko'p joyi kalta ochiladi. Misol uchun old eshik. Bu kalit haydovchi eshigini ochadi. Bundan tashqari yukxona eshigini ochadi va eng qiziqarligi benzabak eshigini ochadi. Damas avtomobilida orqa qismi nihoyatda oddiy ishlangan. Misol uchun orqa oynada isitish tizimi yo'q, oyna tozalagichlari mavjud emas. Pastki tarafda qora bamper, qora bamperi ostida esa tumanga qarshi chiroqli tushgan. Orqa chiroqlar ham oddiy va tekis ishlangan. Birinchi Damaslarda yon ko'zgular juda ajoyib ishlangan. Ular juda ham kichkina va harakatchan bo'lgan. Lekin yangi Damaslarda u tubdan o'zgargan. E'tibor tortuvchi yana bitta detal bu modelda Deo yozig'i saqlanib qolganligi. Bu sizlarga Chevrolet emas. Bu Devishka. やってません。力のキャリーだよ。キャリーはゆくゆく今日もゆく。Deo Damas tarixi 70-yillar oxirida ishlab chiqarilgan Suzuki Carry mikroavtobusdan boshlanadi. Uning ishlab chiqarish litsenziyasini koreyslar yaponlardan olishgan. Rivojlanayotgan mamlakat uchun oddiy va arzon tijorat avtomobil zarur edi va yaponlarning K-Car toifasidagi mashinalar bu talabga juda mos tushdi. 대우국민차 다마스. K-Car bu 1940-yillarning oxirida Yaponiyada shaharlar uchun ishlab chiqarilgan o'ziga xos sinfga mansub juda ixcham avtomobillardir. Ushbu mashinalar faqat kichik o'lchamlar bilan emas, balki tejamkor dvigatellari bilan ham ajralib turadi. Bu esa egalariga soliq va sug'urta bo'yicha imtiyozlarni olish imkonini bergan. K-Car mashinalari hozirgacha turli kuzovlarda ishlab chiqariladi. Hatchback, minivan, hattoki yengil yuk mashinalari ko'rinishda nafaqat Yaponiyada, balki Koreya va Xitoyda ham. O'zbek xalqi ish qurollarida doimo oddiylikni va qulaylikni xush ko'rgan. Damas avtomobili ham aynan shu jihatlari bilan millatimizning qalbida o'rin olgan. Misol uchun Damasni saloniga kelsak. Damaslarda ichki saloni juda spartancha ishlangan, ya'ni juda qulay, juda oddiy va shuncha yil o'tsa-da barcha narsalar halis hamon ishlaydi. Qo'l tormozi ishlamoqda. Oldi isitish tizimi, orqa isitish tizimi, avariyning tugmasi, oyna tozalagichlar, deflektorlar, barcha narsa halis hamon ishlamoqda. Aytgancha, speedometr halis hamon ishlamoqda va uni ko'rsatkichlari 5-marta aylanmoqda. Siz bu yartillagan plastik elementlarga bir e'tibor qiling. Bular hammasi eskirganlik belgisi emas, balki mehnatkash xalqimizning mehnat qadoqlaridir. Kim biladi, balki aynan shu Damasni birinchi prezidentimiz Islom Karimov birinchi marta zavoddan qabul qilib olgandirlar. Va bu o'sha O'zbekistonda O'zdevo tomonidan ishlab chiqarilgan birinchi Damaslarni birinchi ko'rinishi. Kelinglar yangi Deo Damas ovozini birgalikda tinglaymiz.
kelchi. Eski Damaslarni eshikni ochib yopilishi juda yumshoq va yoqimli bo'lgan. Hozirgi Gentralarga o'xshab emas. Buradagi tutqichlar juda sifatli ishlangan va original bo'lib saqlangan. Hozir bunaqasini tabiiyki ishlab chiqarishmaydi. Damaslarda oldi oyna juda klassik ochiladigan bo'lsa-da, lekin orqa oynalar juda nostalgik ochiladi. Damaslarda orqa o'rindiqda o'tirishi qulay deb bo'lmaydi. Siz xoh o'zingiz bo'ling, xoh yo'lovchilar bilan bo'ling, orqa o'rindiqlar juda noqulay. Misol uchun, men hozir bitta o'zim emas, sherigim bilan ketyapman. Toshkentboy. Lekin o'tirishim juda noqulay. Burada joy yo'q, bu yerda bir do'ngalak bor. Bunda oyoqni buni ko'tarib o'tirish kerak. Bu juda noqulay. Agar yo'lovchilar bo'lsa 3 barobar noqulay. Chunki odatda o'rta o'rindiqlarga Damaslar 3 ta odam oladi. 3-chi o'rtada o'tirgan odamga juda achinaman men. Qulaylik so'zidan Q harfi ham yo'q. Bu Damasda 3-chi qator o'rindiqlar ham bor, lekin men ularni tekshirishga jasoratim yetmadi. Lekin o'rta o'rindiqda bitta o'zing ketsang, yoyilib ketsa balkim qulaydir. Yana bir narsani biz video sharhimizda aytib o'tmadik. Bu bo'lsa xavfsizlik tizimi. Yo'q narsa haqida biz ham gapirib o'tirmadik. Tog'amda bor mani Damas minish sangamas. Damaslarda 3-qator o'rindiqlarni olib tashlasa, bu yerda yukxona ancha hajmli bo'ladi. Bundan tashqari O'zbekiston bo'ylab Damaslar har yili yo'lovchi tashish rekordlarini yangilashadi. Kosonsoyda bolalarni xavf ostida tashigan haydovchiga chora ko'rildi. 25 kishi siz bilan. Barcha Damaslarda kapot mavjud emas. Uni rolini majbur isiydigan o'rindiqlar bajaradi. Keykar avtomobilga xos holda Damas motorlarida ajralib turadigan hech narsa bo'lmagan. Juda sodda va oddiy 3 silindrli karbyurator motor o'rnatilgan. Hajmi 796 kubik sentimetr, quvvati 38 ot kuchi. Avtomobil maksimal tezligi esa soatiga 100 km ga teng bo'lgan. Ya'ni Damas 0 dan maksimal tezligiga yetguncha salkam yarim daqiqa o'tadi. Demak, Damas 0 dan 100 gacha tezlashguncha men bitta shashlik yeb ulgursam kerak. Aka bitta qiyma. Shashlikni bunaqa tez yeyish oson bo'lmadi. Lekin Damasga ham oson bo'lmadi. Damaslarning shaharda epchil bo'lishini sababchisi 12 dyuymli diskalar. Burilish radiusi Damaslarda 4,4 metrga teng. Bunday avtomobil uchun bu juda yaxshi ko'rsatkich. Yaqqol bo'lishligi uchun biz BYD E2 modeli bilan solishtirib ko'rdik. Avtomobil past qismida ehtiyot baloni joylashgan bo'lishi kerakligida, lekin bu yerda gaz balon joylashgan. Darhaqiqat bizga ehtiyot balonlar ne kerak? Bizning yo'llarimiz ravon. Damas motor hajmi oz bo'lsa-da, lekin uning yoqilg'i sarfi oz bo'lmagan. Shuning uchun aksariyat Damas egalari gaz ballonni hamon o'rnatishadi. Bizning avtomobil egalarining gaplariga ko'ra, avtomobil 100 km ga 7 litr benzin sarf qilar ekan. 65 litrli metan ballonda esa taxminan 200 km yurar ekanlar. Ya'ni to'liq bak benzin va to'liq gaz ballon bilan umumiy 700 km yurar ekanlar. Qozog'istonlik Kolesa KZ'dagi hamkasblarimiz ham yangi eksperimental elektr Damas yaratishga erishishgan. Bu videoni havoladan o'tib ko'rishingiz mumkin. Old osmalar mustaqil, McPherson turida, orqa osmalar esa bog'liq, resorli. Yuklangan holatda avtomobil deyarli qulay, lekin bo'sh bo'lganda O'zbekiston avtosanoati Damas osmalari kabi 50% mustaqil, 50% bog'liq.
Ushbu avtomobilimiz sotuvda bunga o'xshagan va o'xshamagan avtomobilni bizning bepul avtoilon o'z ilovamizda topishingiz mumkin. Havolalarni pastda tashab ketdik. Bu Damas'ni va avtosanoatga tegishli boshqa noyob eksponatlarni Toshkent Politexnik muzeyida ko'rishingiz mumkin. Damaslar baribir o'z obro'ini yo'qota olmaydi. Bizning avtoilon o'z ilovamizda Damaslar mashhurlik bo'yicha 3-o'rinda. Baribir eski bozor o'rnini hech qanday zamonaviy supermarketlar bosa olmaydi. Damas baribir Damasda. Damas o'zbek xalqi bilan hamnafas. Sizlar bilan men Sharipov Saydalimxon o'zbek o'g'loni bo'ldim va bu davr mashinasi ko'rsatuvi edi. Keyin ko'rsatuv ko'rishguncha